Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Hinim namlıq tarihi romanının davamı. 6. Ostana, Orda Ləşkiri divanının kengaşxanası. Kat supanın otursığa selingan şahani körpüde Melike Möhterem Hinim çırayığa sürlük tüs berip oturatdı. Bu yerdeki kat supa degini astı sanduq, üstü karvat şekillik yağaç supa dep izahat berilipdi. Onun nepiz qara hiliyle çümbilinin tegideki çıraylık qoşumları türlüp ketken bulup, muhim bir mesele üstüde çoğunqur xiyal sürvatqanlıqı manımen dep çıkıp duratdı. Bu məxbi kengaşga ciddi çağırtılgan ordunun yuqori derecelik 10 neçe nefer qalamdar, alamdar əmirləri tapsida qoyulgan kurslarda Melike Möhterem Hinimning ağzıga qarab, beşini töbən silishib oturishadi. Melike Möhterem Hinim qo'lidagi ikki poch xatga qaytadan nazar tashladi. Qashqardan kelgan ikki poch xatning biri Yahya Xo'janing dadisi Hidoyatullo Eshonning 40 nazrisiga o'gay onasi bilan inisini taklif qilib yozgan maktubi edi. Yana bir bo'lsa, Ostona amiri Mirza Alimshohning Melike Möhterem Hinimga xufiyona avatgan jiddiy ma'lumot edi. Melike Möhterem Hinim taklifnomini iransizlik bilan bir yonga tashlab qo'yib, Mirza Alimshohning ma'lumotnomasiga qayta nazar tashladi. Xonim podshoh oliylari bilan Mahdixon xo'jam oliylari dono va ogoh bo'lsinlarki, cho'ng xo'jazodamning payli bakmi yomon turdi. U noshukr xo'jazoda Appoq Eshon xon xo'jamning vaziyatiga qarshi chiqib, Mahdixon xo'jamning saltanat taxtida o'tirishiga qoyil bo'lmay, taxtni tortib olish qasdiga tushibdi. Orda Shayxul Islomiy Mirza Barat Axun Ailam Hazratlari cho'ng xo'jazodiga bu xususda ko'p tadbir ta'lim beribdilar. Xufiylarimizning yetkizgan ma'lumotidan bilishimizcha, Janobi Podshoh Hinim oliylari bilan Mahdixon xo'jam oliylarini marhum xon xo'jamning 40 nazrisiga taklif qilib akilib, chiroyliqcha saltanatni o'tinib berishsizlar. Qashqarning amirligini Mahdixon xo'jamga berdigan. Agar norozi bo'lsalar, zulm qilib so'yib oladiganga ahd va paymon qilishibdi. Möhterem Podshoh Hinim oliylari shu topda Mahdixon xo'jam bilan ikkilarini Qashqarga kemislar deyolmayman. Chunki bu nazariga daxil bo'lishmaslar, u noshukrlarning o'shqi siyo tushidida avam orasiga fitna fasod tarqitib, el raiyatga saltanatni ishonchsiz qilib qo'ydi. Balkim bu fursatdan foydalanib, avamni saltanatga qarshi chiqishga qo'zg'ishi mumkin. Bu to'limu dahshatlik bir oqibatdir. Navoda Qashqar tomon kelishsalar, texmi cho'ng xatarga tavakkul qilgan bo'ladilar. U payli buzuqlardan zinhor, sil-rahim kutish mumkin emasdir. Melike Möhterem Hinim ikki poch xatni amirlariga uzatdi. Janobi amirlar, avval bunu ikki poch maktubning mazmunidan xabardor bo'lsinlar. Amirlar xatni o'qib bo'lib, qattiq cho'chishdi. Xonim podshoh oliylarining ul nazriga bormag'ini tuzuk. Cho'ng xo'jazodamning payli buzilgan bo'lsa, muvofiq tadbir qo'llang'aylar oliylari. Xonim podshoh oliylari ul nazriga bormasa, el yurtda fitna paydo bo'lishi cho'qim. Kim biladi, ul riyokorlar xonim podshoh oliylariga qasd qilishni planlayaptamdi tehi. Amirlardan unumlik tadbir chiqmaydiganligiga ko'z yetgan Melike Möhterem Hinim qo'l ishorasi qilib ularni so'zdan to'xtatdi. Sizlardek vafodor, sadoqatman amirlarimning homiyligida, gerçi mazlum kishi bo'lsammi, bu saltanatni qo'limga ilib, yurtlarchilik tizginini
bemalol tutib turmoqdaman. Shu tapda men marhum xon xo'jamning 40 nazarasiga berish qaroriga keldim. Chunki sizlar bo'lganliginizlar uchun saltanat ishlaridan qilchilik g'amim yo'q. Olilari, bu bakmi xatarlikdir. O'yinni biroq bir qarorga kelgaylar. Qashqarga berishdan o'zga tadbir yo'qdir. Cho'ng Xo'jazodamning taklifini noumid qoldirib bo'lmas. Janobi amirlarim, farmonimga quloq solg'ay. 3000 xillangan lashkar avamchi kiyinib, 3 bahodir sarkardining boshchiligida men bilan birga mangadi. Qolgan xon lashkarlari motam to'nlarini kiyib, orda Yasavulla amri Mirza Sultonbegning amrul umroligida Qashqarga qarab yo'lga chiqdi va Sarmazorga 10 chaqirim yiroqlikda chidir bargoh qurib farmonimni kutdi. Qoldi ishlarga ayrim farmon tushiraman. Qashqar amri Xo'ja Yahyoning ordisi. Malika Muhtaram xonimning muddatdan burun kelib, 3000 ga yaqin ostona aholisini agashtirib, Qashqar shahriga kirmay, Udul Hazrat mazriga tushkun qilganligini anglab, Xo'ja Yahyo puti ko'ygan to'g'dak bir izda turolmayli qoldi. Ajab, Udul shaharga kirmay, sari mazorga joylashibdi-ku ul jodi, dedi Yahyo xo'ja ko'ngliga gumon tushib. Ortiqcha bad gumanda bo'lmasala, Xo'jazodam, dedi Mirza Barat Axun Aylam bir oz o'ylab olgandan keyin. Xon Og'chi xonimning Udul xon xo'jamning tuproq beshiga berib, hozir etishi qoid yo'singa muvofiqdir. Ata chandurmay bir qancha amirlarni avatib, o'rniga taklif qilg'aylar. O'g'il mazluma o'g'lini elib, shaharga kirsila, maqsad muddaolarimiz osonla ro'yobga chiqur. Atsi Yahyo xo'janing 10 necha amir baglari to'tdan ot qitilgan 2 shohona mapini elib, to'shib darvozasi orqali Hazrat Mazriga chiqdi. Malika Muhtaram xonim o'g'li Xo'ja Mahdixon bilan ularni Hidoyatulloh Ishonning maqbarasi qishida qabul qildi. Assalomu alaykum, xonim podshoh olilari. Assalomu alaykum, Mahdixon xo'jam olilari. Amirlarning hurmat salomini Malika Muhtaram xonim e'tiborsizla qabul qildi. Xo'sh, nima gap? Dedi qapqani turib. Noib va amir Xo'jazodimiz podshoh xonim olilari bilan Mahdixon xo'jam olilarini o'rniga taklif qilib kirishga bizlar kim Qashqarning amir baglarini avatdi. Xo'jazodam betapmidi? Yo'qsa, podshoh xonim olilari biror muhim ishi bormidi ya? Yo'qsa, undaqda Xo'jazodamga berib aytsinlar. Men bo'lsam, ul Xo'jazodamning ikkinchi validasidirman. Bu yerda Xo'jazodamning insili emas, butkul saltanatning xon xo'jasi ham bordir. Aslida Xo'jazodamni xeyli tarbiya ko'rgan, o'rda qoida usullariga pishiq deb o'ylaydim. Oldimizga istiqbolga chiqmaganini oz deb, sizlar amirlarni oldimga avatgan nimasi? Xo'jazodam xolisa o'zi kelib taklif qilsin. Xolimasa o'mi mayli. Biz marhum xon xo'jamning maqbarasini tavob qilib bo'lib, ostoniga qaytqaymiz. Amirlar shumchayginicha Qashqar shahriga qaytishdi va Malika Muhtaram xonimning so'zlarini eqitmay, temitmay Yahyo xo'jaga yetkazdi. Xo'ja Yahyo nima qilarini bilmay Mirza Barat Axun Aylamga qaradi. Bu qandoq bo'g'ni, hazratri? Mirza Barat Axun Aylam amirlardan so'radi. Xon Og'chi xonimning ahvoli qandoqroq ekan?
chiroyi to'limu sulg'un Mahdixon xo'jam bilan billa Jannat makon Abbaxon xo'jamning maqbarasida duogo'ylik qilib o'tiribdi. Ostandan agashtirib kelgan tavobchilarchu. Ularmu tavob tilovat bilan mashg'ul, g'ayri ahvol yo'q. Bu xatun saltanat egisiman deb cho'ngchilik qilgan gap. Zinhar boshqa xiyollarda bo'lmag'ayla xo'jazodam, dedi Mirza Barat Axun Aylam. Aslida qoid yo'sin bo'yicha ul validalarining oldiga istiqbolga chiqish yo'llarimi bor erdi. Bu amirlarni salomga avatib xato qilibdiq. Ata o'zira xotirjam berib o'rdaga taklif qilsalar, ziyoda sadoqatlarini bildirib ishondirsalar, qilchilik gumon qo'zg'amasizlar, takliflarini rad qilishga faqatli fursat bermisizlar. Әтісі ош вақты білән Mirza Barat Axun Aylam və bir qism əmir bəglərini əgəşdirib, Həzrət mazırığa çıxan Yahya Xoca, Həzrət qəsrinin aldığı gelib, atdan düşdü də, qəsrinin içine girib, aq, süzük, çırayı birdilla tatırıb getdi. Qəsrinin içine toluq qurallanğan ləşkərlər tolup ketken idi. Qasırның hoynısıға yuğan bir daş qazan esilgan bulup, lıq toldurulgan yağ poruqlap qaynavatatdi. Bu mənzirini görüp, ularning putqulida can qanmidi. Xanım padişah alilerden icazet, Qashqar əmri Yahya Xoca bilan orada Şeyhul İslami Mirza Barat Axun Aylam qubulga kirgay. Pərmançı bəgning jaranlıq avazdan ular dыңda çüçtü de bir-biriga aloq zotlik bilan talmurishdi. Shu topda ular uchun qasrdan chekinib chiqib ketishga yo'l yo'q edi. Qurolliq lashkarlar qasrning darvozasini to'silishgan edi. Ular Farmonchi bakka agishib, ichkirgi qasriga kirdi. Peshayvon ostidagi supaga silingan shohona ko'rpida Malika Muhtaram xonim bilan Xo'ja Mahdixon saltanat bilan o'tiradi. Ularning ikki tarafida 200 dan yasavul qilishlarini yalang'ashlab buttaq qetib turishadi. Bu hayvatlik manzarani ko'rib, ularning yuragi yana bir qitim sirqiradi. A'zoyini yomg'irdak qor tar bosdi. Assalomu alaykum, Validaxon yaq xon podshoh olilari. Qattiq vahimadan Yahya Xo'janing tili kalvalishib, salam sahatnimi qamlashtiranmayvatadi. O Malika Muhtaram xonimning ifodasiz, surlik chiroyiga qarab, texmi bak o'diqtida o'ng'iqib turib qoldi. Buyuk saltanatimizning posiboni Mahdixon xo'jam olilariga salam bermay qarab tursizg'u? Janobi Naib Amir, dedi Malika Muhtaram xonim Xo'ja Yahyoni Xo'jazodam deb atamasdan Naib Amir degan so'zni ta'addi bilan aytib. Malika Muhtaram xonimning ta'addisini anglab, aslida qo'rqinchoq Yahya Xo'ja texmi bak o'diqtida oldiga bir qadam chamdiqnicha inisi Mahdixon Xo'jaga qarab qo'l bog'lab egildi. Assalomu alaykum Mahdixon Xo'jam. Yaratgan Allah egam aziz tanlarini salomat qilg'ay. Malika Muhtaram xonim Yahya Xo'jaga tikilib turib so'radi. Gunohlarini bilamla Naib Amir? Ozmos Allah beadablikimni kechirgayla, xonim podshoh olilari, dedi Xo'ja Yahya chip-chip terlab. Bizler shuncha uzun yo'l besib, merhum jannat makon padaru buzruklarining maqbarasini tavob qilg'ili kelsak, oldimizga istiqbolga chiqmoqdi yo'q, nadiki chupranda amirlarni salomga avatdilar. Biz mazlum kishi bo'lsaqmi, oydalada qo'ndiq, sizli shaharda, o'rda haramlarida bexaramon farog'at ko'rdilar. Etlachu, jannat makon Ishonxon xo'jam hazratlari qandoq qazo qildi?
Sodigar qiyofatiga kirib olgan qisosxo'r murtatlar qaslab. Ol chaqda siz nerede idilar? Naib Amir? Men Pədərlərinin halidən, omanlıqdan xəbər almay, hərəmlərdə köngül açdılar. Şundaqmı? Bu demisizmi? Köngüllərdəki naşükür muttaaları bizga allaqachon ayan. Sizlar iniləri Hasan Xo'janing vali ahdi bo'lganligidan norozi edilar. Pədərlərinin Qashqarga kelish oldida inilərini özünün o'rniga naib xon qilib saltanatga muakkal qilganligidan qo'saqlarida g'um saqildilar. Shuning bilan saltanat vasvasida qolgan ko'ngillarida pədərləriga o'sh adovat paydo bo'lib, bu shum suiqasdni planlab chiqdilar. Shundaqmi? Kutilmagan bu tuhfatdan Yahya Xo'janing vujudi tikallashdi. Mingisi g'ung'ildab, ko'zi qorong'ulashdi. Yuragi shiddat bilan so'qib, tili gapga kelmadi. Gap qilmaydilig'u, Naib Amir, dedi Malika Muhtaram xonim Yahya Xo'jaga o'yinni bilishga fursat bermay. Pədərlərini ko'zlardan yo'qotgandan keyin ajal hanjarlarini bizlar kim validalari bilan inilari Mahdixon Xo'ja olilariga to'g'rildilar. Bizni pədəri buzurklarining 40 nazrisiga taklif qilishlari bir bahona. Amaliyotda bizni Qashqarga aldab akilib, saltanatni tortib olmoqchi. Qarshilik ko'rsatsak, xuddi pədəri buzurklarini bo'g'izlab tashlagandek bo'g'izlab etmoqchi. Qandaq? Ko'ngillardikini topdimmi, Naib Amir? Nima deyishini bilmagan Yahya Xo'ja ixtiyorsiz yerga tizlandi. Shu topda uning lavlari titrab, tishlari kasildaydi. U ko'ngliga pukkan suiqasdlik planining oshkorlanib qolganligidan qattiq sarosimaga tushgan edi. Aslida to'g'ri yurak Yahya Xo'ja Malika Muhtaram xonimning orqim-orqa qilgan til hujumiga bardoshlik berolmay qolgan edi. Xonim podshoh olilariga ma'lum bo'lg'ay, Yahya Xo'jamga uvol bo'ldi. Xo'jazodamning zinhor unda xiyol yo'qdir, dedi Mirza Barataxun aylam titrab turib. Yahya Xo'jamni oqlash bahonasida o'zlarining jinoyatlarini yo'shirmoqchimisizlar, hazratim? Dedi Malika Muhtaram xonim amdi nazarini Shayxul Islomga og'dirib. Aytlachu, sizlarni Qashqarga Xo'jazodani bizga kuch kiritib, suiqasdlik plan tuzishga avatganmidim? Marhum Ishonxon Xo'jamning vasiyatiga qarshi chiqqan gunohlaridan tinib olmoqchimisizlar? Mirza Barataxun aylam Malika Muhtaram xonimning hamma ishlardan xabardor ekanligini his qildi-da. Beshiga kelgan bu balo qazodan osonlikcha qutulib ketolmaydiganligini bilib, gap qilmay go'shib turib oldi. Bu asi amr bilan ortiqcha datalash qilishni loyiq ko'rmagan Malika Muhtaram xonim Yasavulla qarab to'ldi. Kelinglar, bu riyokor amirni opirib yoqqa besinglar. Mirza Barataxun aylam farmonni anglab, ko'zlarini mahkam yumib oldi. Çanıqıdan sırıqıb chiqqan ikki tomchi yosh mangzini bo'ylab eqib, quyuq soqollari orsiga singib ketdi. Yasavulla uni qo'ltiqidan tutib, daqirtib so'rgunicha qozon beshiga opardi-da, dast ko'targunicha po'ruqlab qaynayotgan yoqqa tashladi. Daqiqa o'tmay, toshdan lappida osmon palak o't yolqini ko'tarildi-da, atrofni kavob purqi qopladi. Bu dahshatlik manzarni o'z ko'zi bilan ko'rgan Yahya Xo'ja o'kirab yig'lig'inicha yilindi. Meni kechirsizlar, xonim podshoh olilari. Meni ul Mirza Barataxun aylam hazratlari ozdiribdi. Marhum padari buzurgimning haqqi hurmati uchun gunohimdan kechkaylar. Ey azg'un, payli buzuq, aqlsiz Xo'jazodam, siz qaysi bir nasabingizning esilliqiga
bizlerden saltanat talışsız. Aytingchi. Sizning qaysi bir babai buzurgingiz xon podshoh bo'lib o'tgan? Padar buzurgingiz Ишан хан xo'ja bo'lsa, asli zotidan bizlar kim Saidiya xon sultonlari nasldan bo'lmish, xonu haqonlarga duogo'ylik qilib o'tgan. Kelgundilarning pushtidan emasmidi? Faqat bizlar kim Saidiya malikasiga uylanganligi uchunla Ишан xonlik saltanatida pasibon bo'lib o'tiralgan emasmidi? Validangiz bo'lsa, markit sho'rdo'nglik zoti pas sahra to'risining ojizasidir. Shundaq turuqliq xonlik davosini qimmiqingiz bema'nilik emasmi? Shafqat qilg'aylar, xonim podshoh olilari, biz bir qo'shuq qinimdan kechsilar. Ömür bo'yi ul hazrat sarmazorida duogo'ylik qilib o'tishga roziman. Nima? Ögey o'g'lini o'rdiga patirmay, mazarda vatan tutqizib, zoti pas qalandarlar tabiqasiga palapti degan batnomga qoldirmoqchimi meni? Malika Möhterem xonimning maqsadini bilamagan Yahya xo'ja bechoralik bilan beshini egdi. Himmatlarga seg'inaman, xonim podshoh olilari. Hozircha ordilariga qaytib tursinlar. Malika Möhterem xonim bir chatda farmon kutib turgan sarkardasiga qarab, ko'zini qisib turib amr qildi. Xo'jazodamni uzitib qo'ysinlar. Yahya xo'ja yengil birni tindida qayta tashakkur aytib o'rindan turdi. U ta'zim ehtirom bilan keyinchilab degudak mengib Toshqirqi saroyiga amdila chiqib turishiga uzitib qo'yish uchun keyindan agishib chiqqan sarkarda oy shakilli qilichini g'ilobdan sug'urib oldi-da, Yahya xo'janing bo'yniga zarb bilan chopdi. Yahya xo'ja bir mudhish shapini sezib bo'g'icha tindin ajragan beshi yerga to'ruqlab tushdi. Boshsiz tini xortildab jon berdi. Shu asnoda Hazrat qasriga bir to'p otliq lashkarlar to'pa to'zitqinicha chepib keldi-da, darvozaning oldida otdan tushdi. Bular Malika Möhterem xonimning Yahya xo'janing Qashqardagi ordisini qirg'in qilishga avatgan lashkarlari edi. Lashkarlar boshliqi otning chulvurini darvoza oldidagi qarovulga tutqizib qo'yib, udul ishkiri saroyga kirdi-da, Malika Möhterem xonimga salom berdi. Xonim podshoh olilariga ma'lum bo'lg'ay, Yahya xo'janing jaddi jamiyatidan 3-xo'jazodasi Ahmad xo'jadan boshqalari tamomiy qirib tashlandi. Ul Ahmad xo'jachu uni Mo'la Saqi xalifa qo'g'dab qochib ketdi. Her qancha qo'g'labmi yetammidiq. Saltanat uchun kelgusidagi ofatni tüp yıldızdan qo'rtib tashlamoqchi bo'lgan Malika Möhterem xonim afsuslangan holda pichirladi. Attang